$1000 boshlang'ich to'lov bilan 2 xonali 54 kvadratli xonadonimizni qisqacha obzorini ko'rsatib o'taman. Bu xonadonimiz Sergeli Sokin makon turar joy majmuasida joylashgan bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu kirish qismimiz. Kirganimizdan mana shunaqangi to'rtburchak koridorimiz bizni kutib oladi va o'ng qo'limizda o'zining umumiy sanuzal hojatxonalari joylashgan bo'ladi. Keyingi xonamiz esa ayollarimiz uchun oshxona. Oshxonada gaz plita, vetichka, guh konturlari o'rnatilgan bo'ladi va oshxonadan balkonga chiqsangiz bo'ladi. Bu uyimizni ipoteka asosida $21000 bilan oylik to'lovlari 5.570.000 dan birlamchi ipoteka asosida 17% 20 yillik qilib chiqarib beramiz. Agar xohlasangiz 10 yillik va 15 yillik ham chiqarib beramiz. Bu xonamiz esa yotoqxonamiz. Keyingi xonamiz zal qismimiz. Zal qismimiz ham keng va yorug' bo'ladi. Subsidiya asosida $18.500 bilan oylik to'lovlar 4.700.000 dan chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lovi bitta pasport bilan kelsangiz, bir kunga nomingizga o'tkazib berib, kalitlarini ham olib beramiz. Uyimiz kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilib, uyimiz haqida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.